Salom, meni tanidingizmi? Men o'sha cho'ponlar boqqan qo'ylarning mazali yog'iman va eng foydali mahsulotman. Bilasizmi? Menda sizlar bilmaydigan foydali ma'lumotlar bor. Agar tomog'ingiz og'risa, meni 1 stakan qaynagan sutga 1 osh qoshiq qo'shsangiz, og'riqlar barham topadi. Agar chaqalog'ingiz tagiligini ko'p to'ldirayotgan bo'lsa, mendan ozgina eriting va kindigiga surting. Ortganiga 2 tomchi yod tomizib aralashtiring. Keyin oyoq kaftiga surting. Men hamma shamollashlarni tortib olaman va chaqalog'ingizni sog'lom va baquvvat o'stirishga yordam beraman. Meni ozginadan berib tursangiz ham bo'ladi. Immuniteti mustahkam va tez katta bo'ladi. Lekin me'yor ham muhim. Ko'p berib borsangiz qornini og'ritib qo'yishim mumkin. Men esa qo'y go'shtiman. Menda kaloriya ko'p bo'lgani uchun to'yimliman va tez hazm bo'laman. Menda temir va B12 vitaminlari borligi sababli asab tizimini yaxshilayman. Men yosh qariga yoqaman. Ayniqsa yozning anomal issig'ida choyxonada keksalar mendan tayyorlangan choyxona palovni yoqtirishadi. Biz eng yaxshi to'yimli va kaloriyaga boy mahsulotmiz. Bizni iste'mol qilib sog'lom va baquvvat bo'lib yuring. Biz sizga faqat yaxshilikni tilaymiz.